Qizlaru yomg'irli havoda nima bilan bandslar? Sovuq havoda issiqqina bo'lishga ketadi-yu. Kelinglar birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Bismillah deb idishimizga iliqqina sutimizni quyib olamiz. Ortidan tuz, shakar, drojani solib 15 daqiqaga apara bo'lishi uchun olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan aparamizga yog', bir dona tuxumni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa xamirimiz qo'limizga yopishmaydigan darajada oz-ozdan elab un solib xamir qilib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni issiqqina joyga 40 daqiqaga olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni yayishimizga qulay bo'lishi uchun 2 zuvalaga bo'lib olamiz. Birinchi zuvalani yayib bo'lgunimizcha ikkinchi zuvala yana ham tinib, ishimizni osonlashtiradi. Men nachinkasi uchun iriskadan foydalandim. Katta kichikligiga qarab bo'lib olganimizdan so'ng iriskani yaxshilab xamir bilan to'sib olamiz. Siz ham shunday qilsangiz, pishib chiqqanida nachinkasi oqib ketmaydi. 5 daqiqaga olib qo'yamiz. Tuxumlarni surkab bo'lganimizdan so'ng qizib turgan duxovkada 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqan bulochkalarimizga shakarli suvni surtsak, shunday chiroyli ko'rinishga keladi. Albatta shu retsept orqali tayyorlab ko'ring. Sovuq kunda o'zingiz va yaqinlaringiz uchun issiqqina bulochkalarni tayyorlab bering.